Qizlar orqasidan 20 ishlash kerak buni. Ko'ryapsanmi ukam? Paxta tegimi degan fermer aynalar yaxshilab eshitamiz. Mana sizlarga chigit, Turetskiy Maya 505 mana shuni tikkan ekanda, mana shuning urug'idan, ya'ni birinchi bolasi ekan, mana shu chigitlari sotib kelyapti. Aparadi, jibitni tikib taylaydi, chigitimizga garantiya beramiz dedi. Chigit olaman degan fermer aynalar raqamlarini yozib olsanizlar bo'ladi. 902 66 16 14. WhatsApp orqali ham promoya murojaat qilasizlar. Yana bitta raqami 111 11 76 yana 11. Mana shu raqamga promoy telefon qilasizlar. Har ikki ham sizlarga xizmatda. Agarda 1 tonnadan ziyod chigit oladigan bo'lsa, biz dastavkasini ham besplatno qilib olib berib beramiz dedi. Esishda mana bunday taypaxtalar ham bor. Manzilimiz bizni Gulistonda yana aytib o'tdik. Batafsil ma'lumotda aytilgan raqamlarga murojaat qilasizlar. Qancha chigit kerak, ili taypaxta kerak, bemalol kelib olib ketaverasizlar. Sizlarga plakatini ham qo'yib qo'yibdi. Mana 10 so'mdan ekan kilogrammi, mana shu mayadanda. Birinchi bolasi ekan, mana kimga qancha? Mana Absalomjon paxta bo'laman desa, mana boshida ko'rak ko'rdingizmi mana? Ha? Ko'rakni ko'rdingizmi Absalom? Mana bir paxta mana. Absalomjon ukaning paxtasi. 505 markasi mana. 505 markasi 505 ukajonim mana. Ko'ryapsanmi ukam?